Assalomu alaykum. 19-aprel holati. Yomg'ir yaxshi yog'di. Zapas qilishlarimiz olib ketishga quruq tayyor. Uni yuklash kerak edi. Yomg'ir yog'gani uchun yuklanmadik. Kecha oldingi kun qo'yilgan ishlar hech qanday yomg'ir ta'sir qilmagan. Erib ketadi u deganlar uchun namni tortadi, qurib ketadi, hech qanday yomg'ir ta'sir qilmaydi. Kimlardir kelib boshqa joyga arzon ekanki 10 ming 11 ming sotyapti deyishadi. Zakaz bilan chiqarib beraveramiz. 10 mingdan 20 minggacha chiqarib beramiz. Arzon ish xohlaganlar uchun 10 ming 9 mingga ham chiqarib bera olamiz даже. Faqat sifati past bo'ladi. Sifatini zo'r xohlaganlar uchun 20 minggacha chiqarib bera olamiz. O'sha pishig'ishni mustahkamligicha o'shani sifatiga, talabiga javob beradigan, raqobat qiladigan g'isht chiqarib bera olamiz. Chiqarib qo'yganmiz mana bu yerga. O'sha kelib ko'rib olib ketishaveradi. 20 kilo bo'ladi. Qurigandan keyingi holat. Mana yomg'ir hech qanday ta'sir qilmagan. Qurib ketaveradi yana. Bu 16 kilolik g'ishtlarimiz. Zakazga qo'yib ko'rsatganimiz ma'qul bo'lgan. 16 ming g'ishtlarimiz. 16 kilo bo'ladi qurigandan keyingi holati. Hech qanday yomg'ir ta'sir qilmagan. Erib ketishi mumkin u deganlar uchun ekonom qilingan joydan yaxshi qo'yilmagan joylarni ko'rgan bo'lishi mumkin. Yoki kelishsa ko'rib xulosa qabul qilaverishadi. Erimaydigan ish qanday bo'ladi, mustahkam ish qanday bo'ladi. Mana shularga yomg'ir yoqqan. Latak kecha qo'yilgan ishlarimiz. Ustiga chiqib ko'rsataman. Kecha qo'yilgan g'isht. Yana yomg'ir yoqqan. Erib ketadi boshqa deganlar uchun.